Och eshikni. Qiz bo'lmay o'lgur, och eshikni. Och dedim. Och dedim. Aya, ocholmayman. Ochsam hozir urishasiz. Nima? Boshingni silashim kerakmidi? Aya, Och. qishloqqa keting. Ochmayman eshikni baribir. Agar ochmasang, eshikni buzdiraman. Och dedim. Och dedim. Och. 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 Aya. Aya. Aya dema la'nati. Aya dema. Senga shunaqa tarbiya berganmidim? Ayajon, Seni shu maqsadda katta qilganmidim? meni kechiring aya. Kechirimingni pishirib ye. Seni o'qiyapti desak, sen qilib yurgan ishingni qara. Kechiring aya. Voy yuzimizni yerga Aya, bardini qaratding. Qaratding. Nega bunday ish qilding? Voy uyalmadingmi, oriyatsiz? Nima qilay? Sevib qoldim. Sevgi muhabbat sen tiliga olma. Sevgi pok tuyg'u. Gapir. Kimni tashlab ketgan qo'g'irchog'i bo'lding? Kim seni tashlab ketdi? Voy seni qishloqda kelin qilaman deganlar qancha edi? Voy sharmanda qilding. Ochilmagan gul eding. Ahvolingga bir qara. Sendan men uyalib ketyapman. Nega Gavharini asramading? Kechiring meni ahmoqni. Aya. Ayajon. Shu yigitga ayt. Sovchisini yuborsin. O'tgan oy to'yi bo'ldi. Menga uylanmadi. Ahmoq. Shuncha ishdan keyin u senga uylanishni kutganmidi? Axir yigitlar hidlangan gulli yoniga yaqinlashmaydi. Qayerdan bilay? Ayajon, meni sevadi deb o'ylabman. Ishondim. Sevgan odam sevgilisiga ozor berish tugul, hatto qo'lini ham tekkizmaydi. Men qayerdan bilaman? Biz seni ishonib o'qishga jo'natdik, sen bilim olishi o'rniga itlar bilan yuribsan. Voy otang bilan ikkalamizni pichoqsiz so'yding. Men uni va'dalariga ishondim. Nima qilay men ham? Ayajon. Kim edi u?